Hammaga assalomu alaykum, sizlar bilan men Rezojon. Bugungi videomizda Minecraftdagi top 3 ta eksperimentlarni sinab ko'ramiz. Birinchi eksperimentimizdan boshlayman o'g'illar. Qanday o'g'illar? Xo'p, birinchi eksperimentimizda bizga sandiq kerak bo'ladi o'g'illar. Sizlar bilan o'zim sandiq olaman. Xo'p, birinchi eksperimentimizga kerak bo'ladi sandiq va bizga paqir kerak bo'ladi. Ya'ni paqir nimaligini bilmaysizlar, chili. Mana chili kerak bo'ladi o'g'illar. Xo'p, uni shu qo'yamiz buni oxiriga. Xo'p, ana shu yerga shu yerga sandiqlarni qo'yib chiqamiz. Bolalar o'g'illar, endi bizga Xo'p, obunachilar endi bizga hozir buni qo'yib olishimizda survivalda pastga tushib, bu yerda omon qolishimiz kerak. Uning uchun bizga hozir Xo'p, bola endi men sakrab ko'raman obunachilar, qarang, o'xshaysa hozir bola. Hozir bunga qilamiz. Xo'p, jonli qilib oldim obunachilar. Jonli ham endi kreativ. Xo'p, men obunachilar shu yoqqa tushishim kerak. What the f? Buni tushirib qo'yishim kerak, bo'ladimi? Pastga tushishim uchun buni sindirib qo'yishim kerak ekan. Xo'p, qaranglar mana, o'xshasa, короче, lek bo'lsa. O'xshaydi-ku albatta bu eksperiment. Yeah, baby. What the fuck? Nega o'xshamadi mana o'zi? O'zi mana shu bug bo'ldimi yoki nima bo'ldi? Uni tushunmadim men juda. Tushunmadim o'g'illar. To'xtangchi. Bu yoqqa to'g'riman. Qisib tur. Asabim buzmayman. Qisib tur. Tur. Kardingni Xo'p, bo'lmasam bo'laverasizlar. Keyingi eksperimentimizga o'tamiz. Let's go. Eksperimentimizning nomi bo'lib burchak, короче, bir narsa ko'rib olasizlar o'zingiz bo'la. 4 ta blok qazib olasizlar, xuddi shuni 4 ta blokni qazib olasizlar bo'la. Bu yerdan taxminan 6 ta blokni qazib olasizlar. To'g'ri qilyapman. To'g'rimi bo'la? To'g'ri olasizlar, shuni holatiga kelib qoladi bu. Keyin buni obunachilar 4 tomoniga ham 4 tomoniga ham bunday buni olasizlar. Xo'p, mana shunday holatga kelib qoladi. Masalan, mana xohlagan bloglarni tashlab qo'ysa bo'ladi. Xo'p, masalan, mana shu taxtani taxtalayapman. Shu oyni tashlab ko'raman. Bular tashlab ko'raman bolalar. Bular endi yonida chiroy uchun tashlaman. Bularni ham birgalikda qani chiroyli bo'larmikan. Короче, ana shu yoqqa kelib bular What the fuck? Xo'p, ana ko'rasizlar, ko'rgansizlar, просто chiroy uchun-da mana. Okay. Skelet. O'tmayla, yo. Xo'p, men shuni tayyorlab olaman, bilasizlar. Xo'p, buni bu yoqqa qo'yib shuni qolib bu yerga qo'yib, buni qo'yasizlar. Короче, kutasizlar. Moments later. Bola, qani aylanarmikan yo'qmi, seni qiynayapman men. Короче, sen aylanasanmi? What? Momangnikida bizamiz. Momang. Yeah, baby. What the f? Başlayalım sana ayağa bola bo'lgan. Bilmayman, baribir o'ldiraman. Ya, Короче, bola bugungi videom shu edi. Bu videom yo'q qolsa videoga bosib kanalga obuna bo'lasiz. Masalan, o'ldiraman momanga.